Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 138-mavzu yig'indini songa ko'paytirish. Yondosh mavzu tabiat in'omlari. Taqsimot qonuni. Birinchi masala. Hisoblamasdan taqqoslang. O'quvchilar kartoshka va piyoz ekilgan maydonni uchratishdi. Biri qovus ichida 20 qo'shuv 40 ko'paytirib 10 deb yozdi. Ikkinchisi 20 ko'paytirib 10 qo'shuv 40 ko'paytirib 10 ko'rinishda yozdi. Kim to'g'ri taqqoslagan? Menimcha ikkalasi ham to'g'ri taqqoslagan. Chunki mana bu joyda maydonga qarasak, xo'p, bo'yi 10 metrli ekan, eniga esa 20 va 40 ekan. 10ni 20 ga ko'paytirsak 200, 10ni 40 ga ko'paytirsak 400, 200 ga 400 ni qo'shsak 600. Umumiysi qaysi holatda hisoblasak ham 600 kelib chiqadi. Qoidaga e'tibor beraylik. Sonni yig'indiga ko'paytirishda bu sonni har bir qo'shuvchiga ko'paytirish, keyin natijalarni qo'shish mumkin. Mana bu joyda o'sha narsa ko'rsatilgan. 20 ga 40 ni qo'shib qovus ichida 10 ga ko'paytirdik va uni alohida yozdik. 20 ni 10 ga ko'paytirdik va 40 ni 10 ga ko'paytirdik. Ikkala holatda ham 600 kelib chiqadi. 4-masala. Tomonlari 4 cm va 8 cm bo'lgan to'g'ri chizing. Uning yuzini toping. Ikkita to'g'ri to'rtburchak chizing. Birinchisining tomonlari 4 cm va 3 cm, ikkinchisi 4 cm, 5 cm bo'lsin. Bu to'g'ri to'rtburchakning umumiy yuzini toping. Siz nimani payqadingiz? Masalan, 4 cm ni 3 cm ga ko'paytirsak 32 cm kelib chiqadi. Agar biz to'g'ri to'rtburchakni chizib va uning tomonlarini yana qaytadan 4 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm chizsak, bu to'g'ri to'rtburchakning umumiy yuzini topsak, u ham xuddi ana o'shanday natijaga kelib chiqadi. Ya'ni mana bu shaklda. Kichikroq qilib chizdim. Agar men katta qilib chizganimda daftarimga ko'p joyni egallab qo'ygan bo'lar edi. 4 cm va 8 cm to'g'ri to'rtburchak chizdim va uning yuzini topgan edim. 32 cm kvadratga teng. 3 cm va 4 cm to'rtburchak va 4 cm 5 cm kvadrat to'rtburchak chizganimizda ham ikkalasida ham bir xil 32 kvadrat santimetrga teng yuzini topdik. 4 cm va 8 cm to'g'ri to'rtburchak ham 32 kvadrat santimetr va mana bunday ikki xil to'g'ri to'rtburchak, ya'ni 8 cm masalan uzunligi eni esa bir xil 4 cm, uni biz ko'paytirgan edik. 4 ni 3 ga 12, 5 ni 4 ga 20 qo'shib chiqqan edik, 32 kvadrat santimetrga teng. Sonlarni namuna bo'yicha xona qo'shuvchilari ko'rinishida yozing. Masalan, biz 621. Bu 6 ta yuzlik, 2 ta o'nlik, 1 ta birlikka teng. Qolganlari ham xuddi shu tartibda yoziladi. Mana 3-misol. 342. 3 ta yuzlik, 4 ta o'nlik, 2 ta birlik. 583. 5 ta yuzlik, 8 ta o'nlik, 3 ta birlik. 497. 4 ta yuzlik, 9 ta o'nlik, 7 ta birlik. 654. 6 ta yuzlik, 5 ta o'nlik, 4 ta birlik. Mana shu tartibda siz ham yozib bilib oling. 4-misol. Namuna bo'yicha hisoblang. Qovus ichida 3 qo'shuv 5 ko'paytirib 6 barobar. Biz 3 ni 5 ga qo'shib 8 qilib 8 ni 6 ga ko'paytirsak ham 48 chiqadi. Lekin biz alohida yozsak 3 ni 6 ga ko'paytirib va 5 ni 6 ga ko'paytirib 18 qo'shuv 30 bo'ladi. 48 ko'paytirganimizda shunday son kelib chiqdi va qo'shsak 48 kelib chiqdi. Qolganlar ham xuddi shu tartibda ishlanadi. Mana qovus ichida 2 qo'shuv 9 ko'paytiruv 4. 2 ni 4 ga ko'paytiramiz, 9 ni 4 ga ko'paytiramiz. 36 va 8 kelib chiqdi. Qo'shgan edik, 44 hosil bo'ldi. 5 ko'paytiruv 8 qo'shuv 3. Buni ham xuddi shu tartibda yozdik. 5 ni 8 ga ko'paytirdik va 5 ni 3 ga ko'paytirdik. 40 qo'shuv 15 barobar 55. 4 qo'shuv 5 qovus ichida ko'paytiruv 7.
4'ni 7'ye ko'paytirdik, 5'ni 7'ye ko'paytirdik. 28 qo'shib 35 bu kelib chiqqan son edi va uni qo'shgan edik, kelib chiqdi 63. 4 ko'paytiruv 8 qo'shuv 3 hovuz ichida edi. 4'ni 8'ga ko'paytiramiz va 3'ni 4'ga ko'paytiramiz. 32 qo'shuv 12 bo'ladi 44. 5-masala. Bitta tarvuz o'rtachasi 5 kilogramm keladi. Birinchi yashikda 20 ta, ikkinchi yashikda 10 ta tarvuz bor. Bu tarvuzlarning umumiy massasi qanday? Har qaysi 5 kilodan birinchi yashikda 20, ikkinchi yashikda 10 ta tarvuz bor edi. Biz ularni hisoblab chiqamiz. Chunki 5 kilodan har qaysi 5'ni 20 ga ko'paytiramiz va 5'ni 10 ga ko'paytiramiz. 100 qo'shuv 50. Bu ko'paytma edi. Qo'shgan edik, umumiysi 150 kelib chiqdi. Hurmatli aziz mening o'quvchilarim, 7, 8, 9 misol masalalar bu uyga vazifa edi. Albatta siz o'zingiz mustaqil ishlab, so'ngra esa kanaldan tekshirib ko'rishingiz mumkin. 7 sonlarni namuna bo'yicha yozing. Namuna 7 ta yuzlik, 2 ta o'nlik, 3 ta birlik, 723. 8 ta yuzlik, 2 ta o'nlik, 1 ta birlik. Davom ettiramiz. Ular mana bu ko'rinishda yozildi mana. 8 ta yuzlik, 2 ta o'nlik, 1 ta birlik 821. 3 ta yuzlik, 9 ta o'nlik, 8 ta birlik 398. 1 ta yuzlik, 5 ta o'nlik, 5 ta birlik 155. 5 ta yuzlik, 4 ta o'nlik, 6 ta birlik 546 ga teng. Mana siz yuzliklar qaysi, o'nliklar qaysi, birliklar qaysi ekanligini aniqlab oldingiz. 8-misol hisoblang debdi. 20 qo'shib 30 hovuz ichida ko'paytiramiz 5'ni. Buni ham avvalgi misollar kabi ishlab chiqamiz. Xo'p, 20 qo'shib 30 hovuz ichida ko'paytiruv 5. 20 ni 5 ga ko'paytiramiz va 30 ni 5 ga ko'paytiramiz. Bo'ladi 100 qo'shuv 150, 250. 80 qo'shuv 20 ko'paytiruv 6. 80 ni 6 ga ko'paytiramiz 480. 20 ni 6 ga ko'paytiramiz. Xo'p, bo'ladi 120, qo'shgan edik 600 kelib chiqdi. 40 qo'shuv 20, 7 ga ko'paytiramiz. Umumiysi bo'ldi 420. Biz bu yerda 60 ko'paytiruv 7 desak ham 420 kelib chiqadi. Qolganlari ham xuddi shu uslubda bajariladi. Mana sizga o'sha misollar bemalol ko'rib, siz ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. 9-masal ifodalar yozing va ularni hisoblang. Bu joyda bir yashikda 10 kilogramm, ikkinchi yashiklar soni 5 ta, jami noma'lum kilogramm ekan. Biz jamini topish uchun 10 ni 5 ga ko'paytiramiz, 50 kilogramm kelib chiqdi. Keyingisi bir yashikda noma'lum kilogramm, yashiklar soni 7 ta, jami 140. Buni ham tenglama usulida bajaramiz. Birinchisi 10 ko'paytirib 5, 50 kilogramm. Ikkinchisi esa bu joyda bir yashikdagisi noma'lum edi. Yashiklar soni 7, umumiysi 140. X ko'paytirib 7 barobar 140. 140 ni 7 ga bo'lamiz 20. 20 ni 7 ga ko'paytirsak 140. Ikkinchisi esa bir yashikda 8 ta, yashiklar soni noma'lum, jami 560. 8 ni ko'paytiramiz. Xo'p, bu yerda yashiklar soni noma'lum edi, y deb oldik va 560. Y barobar 560 ni bo'lamiz 8 ga. Biz bo'linuvchini topishimiz kerak. Y barobar 70. Ya'ni bu joyda 56 ni 8 ga bo'lsak 7, 0 kelib tushadi 70. 8 ko'paytirib 70 barobar 560. Mana hurmatli mening aziz o'quvchilarim, 138-mavzu shulardan iborat edi. Albatta keyingi dars yetib borish uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Xayr.